Yaxshi sizlar ko'pchilik meni xo'sh bilgan so'zlaydiganim bo'lsa, nas tashlash. Rongdongchi. Endi bu film shu Lao Xiaomoningki o'xshash ismli Rongdongchi degan filmdan kasbiy organlarningki tarjima yordamida tarjimaga sunildi. Endi bu Lao Xiaomoningki davlatimiz ichida faqat organ nomerininki o'zidan faqat bejandala bir nomer bor, lekin uningga hozirgacha hech qanday narsa yo'llab boqmadi. Shunlashqa agar shu asar huquqiga ta'sir qildi deb qaralgan bo'lsa, bizga inkos qilsanglar bo'ladi. Undaqda savol ketdi, odatda nas tashlamsizlar? Sencho. Tashlash degan masalan nimaga qartildi masalan? Ko'zdan yo'qotish. Ko'zdan yo'qotish. Tashlayman, lekin yana jiq turdi. Jiq turdi. Odatda masalan soatlarning qaplarini men yig'ishga bek amroqchi. Mundo kutadilar yig'ishib. Bu qanday gap bo'ldi deb o'ylashinglar mumkin. Undaqda savolni o'zgartirib so'ray. Hozirning o'zida uyda bo'lsangiz, uyingizga zan selib qarab beqing. Pak-pakizmikan yoki ustalda, yerda narsalar qalaymikan, do'ylaglikmikan. Bundaq bir jarayonni cho'qim boshdan kechiramiz deb qarayman. Ya'ni yangi kuch kirganda uyda hamma narsa dal joyida. Lekin vaqt uzargan sari ahvol boshqacha bo'ladi. Narsangiz jiqlaydi, uy qalayim qolishidi, ratlab besqib turib bo'lmaysiz, tek ratlagan sari malmallashidi. Undaqda nimishqa bundaq bo'ldi? Chunki ko'pinchalarimiz narsa tashlashni bilmaymiz. Ba'zi narsalarning keraksizligi ayon, lekin kerak bo'lib qolar deb yillab saqlaymiz. Narsa tashlashga usti yoki emasligingizni bilish uchun to'liq oddiy bir usul bor. Ya'ni ustingizda bir do'v narsa bor deb turaylik. Ularni tasavvuringizda ratlab beqing. Qanday ratlaysiz? Hammani tashib o'tamsiz yoki tortmaga ishkab qilib turamsiz? Men shunda bir-birisining ustiga qo'yib, bundaq uy yasaganda qo'yishim mumkin. Agar sizlarning javobinglarni bu ish kelgandek bo'lsa, undaqda narsa tashlashni bilmaysiz degan gap. Hal qilish usulingizda narsa tashlashni bilmaydiganligingizni ko'rib olg'il bo'ladi. Tashlash deganimiz ko'zdan yo'qotishni emas, uydan yo'qotishni ko'rsatadi. Ba'zilar so'rashi mumkin, "Ajba rostla bir muncha pul qolgan narsani uyni tozaladim deb tashib o'tamdiq. Ashtam odam bormi?" deb. Bo'lmamdigan, men ashtig'i. Qan men har yakshanba maqsad bujim tashlayman. Bunda masalan kiyim, mumkin ishlatmaydigan o'chi-bo'chi narsa. Lekin mening tashlagan kiyimni men uyga yo'llayman-ku. Kichik fikrlarim kelsin deb. Endi bu yerda yana bir masala bor. Bizning ma tashlash degan deyotgan ishlarimiz bo'lsa, ko'zdan yo'qotish, uydan chiqib ketishni ko'rsatadi. Bu yerda endi dovdo bangja qilib voysan tashib etkichi u yetim yesirlarga qilsanglar olmamdi. U haqning ishi. Mening fikrlarimni sep berishim mening ishim. Shunlashqa bu yerda aytilayotgani ko'zdan uydan yo'qotish. Uni sizning qanday bir taraf qilish usulingiz o'zingizga bog'liq. Denishib binshon ishlarni tashlab ketsa. Men dal ashta tipdikisi. Tashlig'idek narsa bo'lsa ish qilib, hech qilib tashib o'tmay qalbda silib bilan barajoyiga bag'izib o'tman. Keraksiz deb qaragan narsani yoki ishlatgilib bir yil bo'lmagan narsani hammani uyga-uyga yig'ishtirib nima qilyapman. Bu bundaq odamlarningki endi mana sifatlaydigan yangi so'zmi chiqdi, jijenjuyi deb deydigan. Ixchamparvarlar. Ixchamparvarlar haqida so'zlasak, buni ma'lum qilib bir xil bezak usuli, juangshu usuli deb tushunishinglar mumkin. Bu nuqul bezak yoki estetik qarash qilib xos uslub emas, balki turmush pozitsiyasi ham falsafa yo'shirilgan ideyadir. Ixchamparvarlar nimaning o'ziga lozim, nimaning keraksiz ekanligini aniq biladi. Kerakli narsalarni saqlab, keraksiz o'chqish narsalarni darhol tashib o'tadi. Shuningmi nurg'unlarimizning ixchamparvarlarga qarata passiv ko'z qarashimiz bo'lishi mumkin. Chunki bunday ishlar narsa tashlashga amroq, boshqalarga isrofxo'rdak bir xil plansiz ish qilgandek tuyuldi. Shu keraklik tashning egri yo'q deydigan xalqda shundaymi? Ularni plansiz ish qiladi deb qarag'achmi, xohlagan ish tashlayotgandek ko'rindi. Hattoki ba'zilar ixchamparvarlarni mehrsiz, qutg'ur his qiladi. Bundaq kishilar bilan aralashib qolsam, qaysi bir kuni menmi keraksiz ko'rinib, menimi tashib o'tib qolarmi deb ansiraydi. Amaliyotda yuqorqilarning hammasi ixchamparvarlarga bo'lgan tubki xato qarash. Ixchamparvarlar ishning mohiyatini to'liq ko'ra oladigan kishilardir. Ular nimaning keraklik, nimaning keraksizligini ayriya oladigan kishilardir. Ular o'z zehnini, vaqtini o'ziga foydali shaylarga qaratadi. O'ziga muhim kishilarga diqqatini beradi. Sizga hargiz osiylik qilmaydigini dal ashlardir. Aksicha hamma narsaga diqqatini chechadigan, hamma narsani muhim deb qaraydiganlar o'zining nimaga eng lozimligini, nimaning keraksiz ekanligini uqmaydi. Hammani muhim deb qaraganlik ma'lum ma'nodan aytganda hammaga e'tiborsiz qaraganlikdir. Eng oddiy misol keltirsam, oshiqingizning burunqi o'g'il do'sti yoki qiz do'sti bilan pak uzilishni xohlamsiz yoki anda bunda aloqasi bo'lishini ko'taramsiz? Ocho. Ma gap
Üzem qo'yib yiqib ketib qo'yaman. Mayli bir narsani tashlab boqmaygandan keyin tashlasam faqat ko'zim qiymaydi. Qiz bolam shu kiyimlar kiygan kiyimni bu ko'ylakni bo'lsa, bir qitim kiyib qo'yib, lekin tashlamaymiz yani. Ya bir yilda ya bir qitim, ikki qitimda kiyib. Agar siz munosabatni pak-pak uzalsangiz, mana bu dal ixchamparvarlikdir. Ular faqat ko'z oldidagi muhim kishilarga ko'ngil berdi. Buningki loyiqi keraksiz narsa deganlikdir. Darhol tashib qo'ying. Hech narsadan qiyolmaydiganlar bo'lsa, so'rilishib yuradiganlardir. Hamma narsaning qimmati bor deb qaraydi. Mayli bu narsa hozircha qilch kerak bo'lmasa-mo, lekin yanada qimmati bor deb tashlashga chidamaydi. Qizlar tashlamanda ko'pincha. Biz anaqa emas. Hamsi bu jihat qizlar salpal bir qadar yaxshi o'xshaydi. Shuningmi, shu ixchamparvarlarda ayollarning nisbati bir qadar yuqoriroq. Ularning uylarimi pokizroq bo'ladi. O'g'illarning uyini demayli qo'yli agar eg'il. Agar bir hissiyotdanmi qiyolmagan bo'lsangiz, hayotingizmi o'xshash malaman bo'lsa. Bu ishda hammalar o'xshash. Ilkingizdagi narsa qancha oz bo'lsa, narsangizni shuncha qadrlaysiz. Erishgan narsangiz qancha jiqlasa, har bir narsaning qadriga yetib bo'lmaysiz. Ilkingizdagi narsa qancha oz bo'lsa, tashlash mushkulchiligiga shuncha oz yo'liqsiz. Ichki xo'rashni ozlata olasiz. Turmushingiz texmi osonlashadi. Narsalaringiz ozlagandan keyin ratlash, asrash ketadigan vaqtingiz mozlaydi. Turmush besimingizmi kichiklaydi. Shuncha erkin bo'lasiz. Yana kelib ixchamparvarlar bakrak tayyorlik qildi. Chunki bunday kishilarning undaq og'ir besimi yo'q. Turmushida andisha oz. Ba'zi kishilar ixchamlik qo'g'lishib, qaysi darajaga yetadi deganda butun bisati bir chamdonga patqideklar bor. Agar men ko'chima desa bir chamdonni ko'tarib bilan mang'alaydi. Bunday kishilarning hamda ijrochilligimi odat kishilardan kuchli bo'ldi. Ijrochilligi deganimiz jishinglaysan. Masalan, anaqa vishinda sen tunmaydigan odamlar bormi? Bor. Ularni shuyutamisan. Ammo bir kun lozim bo'lib qoladi deb olib qo'yamiz. Yo'q, men lozim bo'lib qoladi deb olib qo'ymayman. Qanday o'ylab qoladi deb qilaman shu. Shu hissiyotlarni olib qolmayman. Masalan, qandaq ijrochilligi deyishingiz mumkin. Demakchi, boshqa bir shaharda xizmat topqisi bo'lsa, mangdim deb men keta oladi. Muvofiq uydan birini tepibla ko'chib kira oladi. Cho'ng uy izlab yurmaydi. Hamda bu gap anglamoqqa turmushni ko'chmanlik tili o'tamdi deyishinglar mumkin. Yo'q, ixchamparvarlik nuqul oddiylikni ko'rsatmaydi. Pulning yo'qligidan jiqnas olanmagan emas, balki bu nafslikka, ixchamlikqa intilganlikdan qilgan tanlashi. Agar ijrochiligingiz boshqalardan kuchli bo'lsa, sizga keladigan fursatmi boshqalardan ko'p bo'ladi. Mundaq ikki kino bo'ladigan. Birisining ismi hargiz setib olmang. Ko'rilmanlarni uy olmaslikni nasihat qiladigan. Chunki hozirgi jamiyatning ritmi baktiz. Har bir shaharda yangi fursatlar bo'lishi mumkin. Shunga birli shaharda xizmat qilishingiz notayin. Biroq uy setib olsangizlar shu shaharga bog'lanib qolasiz degan gap. Shuning uchun hozirgi jamiyatda xohlagancha kuch yuralashmi bir zo'r boylik hisoblanadi. Yana bir kinoning nomi bo'lsa, hayotingizni belgilaydigan eng zo'r omil. Buningdimi siz turayotgan shahar, turayotgan joyning hayotingizni belgilaydigan bir cho'ng omil ekanligi bayon qilingan. Bu ikkili kinoda mundaq bir masala o'tirib qo'yilgan. Ta'laymi, taraqqiyotmi shaharlar aro yo'tkilib turdi. Shu yo'tkilishga moslashib o'z ta'lingizni tepishga intilsangiz, sizga texim ko'p fursat quchoqlashdi. Shunday qilish uchun ketdim deb mang'alishingiz kerak. Qiyolmaydigan narsalaringiz azroq bo'lishi kerak. Narsa keraklaringiz qancha jiqaygan sari taraqqiyotingiz ham ta'lingizga shuncha og'ir ta'sir ko'rsatadi. Bir gap qistag'im gap qoldi. Mana bu masalan, narsangiz ixcham bo'lsa, o'shadan bu shaharga ko'chib xizmat qila olasiz. Fursat jiq bo'ldi dedi. Lekin ba'zan jiq odamlarning masalan shaxsan meningki xotin bolam, ota-onam bir yerda buni masalan qanday masalan uni tashlab qo'yib ketgan olmaydi-da. Bu deganlar xizmatda muqim planmagan. Oilasi yo'q. Jarayondagilarni ko'rsatadi. Yo'q, oilasi bor, balkim oilasini elib mang'ilishi mumkin demakchi. Yo'q, shu muqim bir yerda o'rilish planmay turib, ash arliqda men men bu ketdim, mashini qilmayman bo'ldi deb ketdi deyiladigan andalarni ko'rsatadi. Sen bu xizmat qilyapsan 10 yildek bo'lgan. Bu nazariyani ma'nosida saqlab tushmaydi. To'g'ri. Ixchamparvarlikning-chu, buning yana bir yaxshi tarafi bor. Ixchamparvarlar odatda boshqalarga yaxshi ta'sir bera oladi. Qarmoqqa pishgan nafsiyonatdan yiroq tuyuldi. Moddiy buyumga berilmaganligi bu kishining ma'naviyatini qo'g'lishadiganligini bildirdi. Birovning moddiy ehtiyojidan halqib ketgani bu odamning texnik yuqori qatlamga yetganini ifodalaydi. Men narsa tashlashga biroq yig'ilishga biroq. Biz yo'q, bu vaqtda sal turib to'xtalamiz. Narsa yig'ishnimi nechqil ahvolga bo'lindi. Ixchamparvarlikning yaxshi tarafi haqida xeyli ko'p to'xtaldik. Hamda bir
tüpki meseleге kelsak, nemishqa shuncha jiq narsaga ehtiyoj bo'lamiz, nemishqa narsalarimiz ko'payib ketdi. Buning ikki sababi bor. Biri to'xtamay setib olish, yana biri tashlashni xohlamaslik. Oldi bilan to'xtamay setib olish haqida to'xtaylik. Nemishqa to'xtamay narsa setib olamiz? Rostli shuncha jiq narsaga ehtiyojimiz bormi? Faqat ehtiyoj sababli emas, balkim odam deganning shundoq moddiy havaslari bo'ladi. Bu xil havas setib olish orqali qanoat topadi. Shuningdan baxt tuyg'usi topadi. Rozimanlik bo'ladi. Moddiy havas qondirilmoq bilan yangi havas tug'ilib turdi. Shunga yangi narsani to'xtamay setib olamiz. Nemishqa jon tikib pul topamiz? Dal shu uzluksiz eshiyotgan havasni qondirish uchun. Shunga yangi yanfon, yangi kompyuter, yangi mashina, yangi uy, yangi kiyim, yangi oyoq setib olamiz. Korxonchilarchi dal bizning shundoq alayligimizdan foydalanib, bizga texnik ko'p narsa setish uchun bizga har xil ideyalarni singdirdi. Tugumas illallohda kallamizga ta'sir qiladi, psixikalik kontrol qiladi. Yana kelib hozir narsa setib olish bag'ansir osonlashib ketyapti. Yanfonni ikki chaksakla ish tamam. Mal yetkizishi andan tez. Ish oldingizcha akilib berdi. Shunlashqa to'xtamay narsa setib olishimiz bir tarafdan o'zimizning masalasi bo'lsa, yana bir tarafdan hozirgi jamiyatda shundoq bir xil iste'molchilikni targ'ib qilyapmoqda. Agarda hech kim bir narsa setib olmasa, iqtisod nima shulab ketadi. Shundoq bu jamiyat ehtiyojining ichki mohiyatimiz bilan berkib shakllantirgan natijasi. Yana kelib uzoqdan buyon nurg'un kishilarda qancha ko'p narsaga erishsak, shuncha baxtli bo'lmaymiz deydigan qarash bor. Bu xil qarash tamoman xato. Amaliyat bo'lsa, qancha ko'p narsaga erishsangiz, shuncha baxtsiz bo'lasiz. Biz qanday chaqda baxt his qilamiz? Yo'q narsamiz bor bo'lgan vaqtda. Shu daqiqada baxtni his qilamiz, qanoat his qilamiz. Rozimanlik bilan baxt tuyg'usi faqat shu erishgan daqiqada kuchaydi. Ondan asta-asta yo'qashga boshlaydi. Amsa baxtning darajasi, rozimanlikning darajasi nimaga bog'liq? Hozirgi holatimiz bilan erishgandagi holatimizning farqiga bog'liq. Bu xil farq qancha cho'ng bo'lsa, shuncha oson qanoat his qilamiz. Masalan, hozir hech narsangiz yo'q. Agar loteriyadan tuyuqsiz 500 yuan mukofot chiqib qolsa, buningdanmi rozimanlik ham baxt his qilasiz. Agar 5 million mukofot chiqsa, rozimanlik ham baxt tuyg'ungizda mohiyatli olqish bo'ldi. 5 yuandan 500 yuanga erishganning farqi bilan 500 yuandan 5 millionga erishganning farqi dal sizning qanoat darajangizdir. Shunga biz intilayotgan baxt, biz qo'g'ilishayotgan rozimanlik hozir bilan erishgandan keyingi farqdir. Bu farq qancha cho'ng bo'lsa, baxt tuyg'usi shuncha kuchaydi. 5 millionga erishgandan keyin birov sizga 500 yuan bersa, hech qanday rozimanlik tuyg'usi bo'la olmaysiz. Baymi deb o'tdik, rozimanlik tuyg'usi hozirgi holatingiz bilan erishgandan keyingi holatingizning farqi ustida tiklandi. 5 millioningiz bor chaqda yana 1 million bersa, ancha bak rozimanlik his qilmasligingiz mumkin. Shunga qancha ko'p pulingiz bo'lsa, xushallikdan shuncha mahrum bo'lasiz. Bu gap anglamoqqa aqlga sig'maydi. Shundaqmi? Chunki odatda puli qancha ko'p bo'lsa, shuncha xushal yuriydi deb o'ylaymiz. Amaliyotda undaq emas ekan. Hozir mol bahasi o'rilmoqda, chiqimmi munosib oshmoqda. Shunlashqimi baxt tuyg'umiz tuallab maqmoqda. Masalan, hozir necha 100 million pulingiz bor deyli, 10-20 qo'yliq narsa setib olganda xushallik his qilamsiz. 100-200 qo'yliq qilchi. Hatto 10-20 ming qo'yliq narsadan xushallik topa olishingiz notayin. Rozimanlik his qilishingiz barg'ansir taslaydi. Shunga puldorlarning xushallik topmoqi bak qiyin. Shunga ma'yinmi hayotidagi eng xushallik chaqlarini oyda 90 qo'y maosh olgan vaqtlarimda degan ekan. Chunki u 90 qo'y maosh olgandagi xushalligini bundan keyin mangu his qilolmaydi. Shunga erishganingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha baxtsiz bo'lasiz. Erishgandan boshlab shu narsaning xushalligidan mahrum bo'lasiz. Lekin ixchamparvarlar undaq emas. Ular bir chopqur mashina setib olsa, bir qitim xushallik topadi. Ondan shu mashinani setib olsa yoki bir taraf qilib olsa, yana yo'q holatga qaytadi. Shu xil xushallikdan qayta bahra olish imkoniyatiga erishadi deganlik. Shunga to'xtamay narsalarni sotadigan, bir taraf qiladigan, tashib etadigan kishilar eng oson xushallik topadigan kishilardir. Ziyon tortib kesimni xo'sh bo'lib ketadi. To'g'ri. Mayli ziyon tortishi aniq bo'lsa-mu, biroq qo'ldan chiqarib aytgani ularga yana bir xushallik bo'ladi. Setib chiqargandimi xushallik topa oladi. Ba'zilar setish emas, tashlashdanmi xushallik his qiladi. Agar sizmi shu baldaqqa yetgan bo'lsangiz, demak sizmi ixchamparvar deganlik. Lekin ko'p qism odamning biror narsaga erishmaki tas, shu narsani tashlabqi andin tas. Ular tashlashdan qilchi xushallik topolmaydi. Bu nuqtadan aytganda ixchamparvarlar gadoylikdan oddiylikni qo'g'lashmaydigan, balki qayta erishadigan qurbut bo'lg'achqa tashlay oladigan kishilardir. Ixchamparvarlik hech narsa setib ololmaysan deganlik emas, balki nima muhim bo'lsa, nima foydali bo'lsa, nima lozim bo'lsa, ular shuni setib oladi. Ba'zi kishilarning uyda narsa keraklari barg'ansir jiqlaydi. Yana bir xil ahvolda ba'zilar ansizlikda narsa to'playdi.
Buningmi yomon yeri yo'q. Ixchamparvarlik bilan zid emas. Bu xil ahvol hozir texmi ko'p uchirmoqda. Masalan, Yaponiyada afat ko'p bo'ladi. Shunga nurg'un kishilar afat yuz bersa, ishlatish uchun turmush lozimatliklarini to'plab qo'ydi. Bu xil ahvol haliqidek plansiz narsa setib olishga o'xshamaydi. Lekin bu turmush lozimatliklari bilan cheklandi. Agar bu doiradan alqib ketgan bo'lsa, azdir ko'pdir masala bor deganlik. Undaqda nemishqa narsa setib olganligimizni bildik. Nemishqa keraksizlarni tashlab etmaymiz. Bumi bizning mohiyatimiz bilan munosabatli. İnsanlarning barliq kelgili 200 ming yil bo'ldi desak, 9 tal bo'lg'ili aran nech 10 yillar bo'ldi. Ko'pchilik o'ylab baqayli. Ata-onamiz bu mo'minlarimizning davri. Bizdan faqatla nech 10 yil burungi vaqt. Lekin ularning davridagi moddiy turmush hozirgi bilan tamoman o'xshamaydi. Buni masalan ularning rasmidanmi ko'rib turamiz. Ularning tushgan rasmdagi mush atrofdagi narsalarmi to'liq oddiy ham ixcham. Bu hargizmi maxsus ixchamchanlikni qo'g'ilish emas, balki u chaqda moddiy sharoit shundaq. Burungi 200 ming yilda insonlarning ko'p qism vaqti oziq-tulik yetishmaslik ichida o'tgan. Narsa kerakki hech qachon tashlag'idek darajada jiqlamagan. Shunga insonlarning genida tashlash deydigan bir ong yo'q. Tashlashni bilmaslik hisobla normal ahvordir. Aksicha tashlashni bilganlar tez moslasha oladiganlar. Ular tezlikda tushunib yetgan. Shunga o'tmishga solishtirganda biz benormal ahvolda turyapmiz. Shunga narsa tashlashga boshladik. Tashlamaydiganlar texim moslashanmaganlar hisoblandi. Undaqda narsa tashlash yangi muhitga bo'lgan moslashish hisoblansa, yana kelib insoniyatning ko'p qism tarixi tashlag'udek narsa yo'q holatda o'tgan bo'lsa, demak narsa tashlash hargiz tug'ma talant yoki mijozning ishi emas. Qandaqdir irsiyat qolganmi ish emas. Buningda ota-bovammi shundaq tashlab ekan-to'q, men irsiyat qapti deyolmaymiz. Chunki ota-bovimiz bayatni aytganda qiyinchilik sharoitda o'tgan. Agar uy yo'g'on cho'ng bo'lib ketsa, foydasi yo'q. Tashlashni bilmasanglar, uyingiz qancha cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar to'shib ketishi faqat vaqt masalasi. hiliqi kambag'al bo'lsang ko'chib baq dedim bekor baq. Mayli ba'zida narsa to'plashga moyilroq bo'lsangmi, bu ishdan ma'lum bir maqsadning yoshiringan bo'ladi. Aniq bir sababi bo'lg'achqa, sen uchun muhim deb qarag'achqa shu narsani to'playsan. Bu xil to'plash hargizmi yig'ib olish emas. Lekin biz maqsadli to'plamasaqmi, narsalarimiz yana jiqlab ketsa, masal chiqdi degan gap. Endi qanday tashlashni deb o'tay. Ixchamparvarlikni yetildirish uchun bundaq ikki ishni qilishimiz kerak. Birinchisi, setib olishni azalting. Ikkinchisi bo'lsa, tashlashni biling. Bulardan muhimi yana tashlash. Chunki setib olish ishtiyoqimizni basmaq sal tez. Yana kelib sirtdan keladigan har bir uchur sizni narsa setib olishga kuch ko'rsatadi. Turli narsalarni setib olishga qiziqtirdi. Bevas ko'rsatib mal setishda mahsulotni ajoyib danglaversa, setib olmay chidab turolmaysiz. Setib olgandan keyingi har xil ko'rinishlarni xiyol qilmay turolmaysiz. Shunga setib olmayman deb aytish sal testroq. Avval tashlashni o'rganib olsangizlar, setib olish qizg'inligingizmi sal past suslaydi. Undaqda qandaq tashlaymiz? Buningmi darajasi chorasi bor. Eng avval axlatlardan boshlaymiz. Uyingizda, atrofingizda axlatlar bormi yo'q qarab beqing. Tashlag'udek narsa bo'lsa, topolmasangiz, chiqib axlatni tashlang. Ko'pchilik diqqat qilishinglar kerakki, ba'zi narsalar axlatdek ko'rinmasligi mumkin. Biroq amaliyotda axlatning naq o'zi. Masalan, iPhone'ning qipi, kompyuterning sanduqi. Bu o'ni bormi iPhone qipi? Bu narsalarni odatda aldirab tashlayolmaysiz. Ko'zingizga chiroyli ko'rindi. Bo'libmi shu prani qutisini tashlayolmaydiganlar bor. Jiq. Ha? Prani qutisini endi bingan xova. Ular to'may qopma, voy, uni bizning uyda butun jingni, nima jib. Shu narsalarni ko'zga no'at chiroyli, nafs ko'ringanlar bor. Yig'ib saqlashning xatosi yo'q. Agar ma'lum bir maqsadda qandaqdir bir narsani bir yurish qilib saqlab olmoqchi bo'lsangiz, buning qilchi yomoni yo'q. Biroq ko'zingizga bir potlikni nafs ko'rindi, saqlab oldingiz. Quti chiroyli ko'rindi, uni saqlab oldingiz. Bundaq yig'ib saqlashda masala bor. Saqlash qimmati bor narsalar bo'lsa, saqlashingizning xatosi yo'q. Masalan, bakli qimmatli narsalarda bularning qipini saqlab qo'yganingizning xatosi yo'q. Chunki shu narsa saqlash qimmatiga ega buyum bo'lsa, qipinimi shu buyumning bir qismi hisoblanadi. Demak, qipinimi saqlab qo'yishingiz kerak. Lekin siz saqlab olganingiz iste'mol buyum bo'lsa, masalan, yemaklikning, shu dengiz champion elektronik uskunlarning qipini mencha saqlab yurmang. Qancha chiroyli bo'lmasin, yanala sanoat ahli hisoblanadi. Barliq iste'mol buyum uchun aytganda shundoq. Yana ta'kidlab o'tsam, yig'ib saqlash buyumlari uchun aytganda, uning balkim o'zgacha ahamiyati bo'lishi mumkin. Shunga saqlab qo'yganingizmi ziyni yo'q. Axlatlarni tashib o'tgandan keyin-chi, endi nimalarni tashlaymiz? O'xshash narsalarni. Nurg'un kishilar bilib bilmay o'xshash bir narsadan bir nechini yoki roli o'xshash narsadan bir qanchani setib oladi. Masalan, kuloch, boy degandek iPhone'ning qipi, cho'ng kichik, to'ming har xillarini taqib olamiz. Amaliyotda roli o'xshash.
Bundaq narsalarni bo'lsa bir xil tashib o'ting. Eng amplik, eng loyiqini olib qolsangiz kifoya. Yana kompyuter, taxt kompyuter, xotir kompyuter deb bir döv qilib olamiz. Bularmi keraksiz? Tashib etishga tegishlik. Lekin buningdanmi bir qancha xil alohida ahvol bor. Masalan, siz bir yig'ib saqlovchi, maxsus bir turdagi narsalarni yig'ib saqlaydigan bundaq odam bo'lsangiz, sizni tashlaysan deb qistaydigan ish yo'q. Ixchamparvarlikni sizga zo'lab tengishmi bejat. Yana bir xil ahvol tashvishdan bir qism narsalarni to'plab olish. Masalan, turmush lozimatliklari. Bu normal ahvol. Bay deb o'tdim, narsalarni tashlash bo'lsin yoki qaytilinib ketgan narsalarni yo'qotish bo'lsin. Yana bir xil ahvolmi maskilayverdi. Ya'ni yonfoningizdagi shu rasmlar. Nurg'un kishilar yonfondagi rasmlarni ratlab bakmaydi. Faqat to'xtamay surat tortishni biladi. Bir manzarda yoki bir qiyofatda 10-20 parcha, 20-30 parcha shunda o'xshash rasmlar yig'ilinib ketadi. Buni keyinchi aqtirib bakmaysiz. Mencha olsa bundaq suratlarni o'chirish kerak. Lekin ba'zi do'stlar bu jihatda shunday yaxshi. Shunda rasmlarni ko'rib bo'lib vasvaslasini o'xshashni ham tanlab o'chirib. Lekin men rasmiy jihatga kelganda ancha bek jo'maydi ekanman. Qarmoqqa o'xshash rasm bo'lsin, lekin saqlanib turaverdi mening telefonimda. Balkim mening o'ylig'imda shu balkim kunlarning birida qahas chiroyli ko'rinib qolsa men shuni ep qilay deb. Amaliyotda bu xato. O'xshash narsa bo'lsa tashib etishga tegishlikni tashlash lozim. Xo'sh, o'xshash narsalarni tashlab bo'ldik. Endi nimani tashlaymiz? Sizdami shundaq narsalar bor? Hozirgacha ishlatmaydiganligingizni bilasiz. Keyinchi kerak bo'lib qolarmi deb saqlaysiz. Mana bu tashlashni bilmaslikning sababi. Shundaq bir ehtimollik bor. Shu narsaning qimmati bor deb qaraymiz. Bir obdan tu'mamdi, nima ish tashlaymiz? Bir kuni kerak bo'lib qolsa qanday qilamiz deymiz. Bir narsani tashlashmaslikning muqim o'lchimi yo'q. Kerak bo'lib qolarmikin deb saqlab olamiz. Undaqda ishiltib qolarmanmiki deydigan qaralga bir o'lcham qo'ying. Masalan, bu narsani bir yil ichida ishlatmasam tashib o'taman deb bu chekni bekitib o'ting. Agar bir yilgacha ishlatmasangiz, demak bu narsa rostli sizga keraksiz. Biroq tashib etsangiz bo'ldi. Bo'libmi 4-5 yildan buyon ishlatmagan narsalarni mencha bo'lsa udilib tashib etish kerak. Ya'ni kelib hozir uchqandek taraqqiy qilyapmiz. Nurg'un qimmat pullik narsalarmi shalinib ketyapti. Hech qanday narsani 10-20 yildan keyinmi yana ishlatmayman deb deyolmaymiz. Shu chaqa borganda u narsa bekorlik bo'lib ketishmi yoki hech kim ishlatmaydigan bo'lib ketishi mumkin. Shunga bir narsa qarmoqqa kerak keladigandak tuyulsa o'ylab beqing. Kelgusi bir yilda buningga hojatiniz tushandi yo'q. Tushmagidek bo'lsa udil tashlang. Mening o'lchimim odatda 1 yil. Sizmi o'lchimingizni bekitib olsangiz bo'laverdi. Yoki 3 oy yoki 3 yil bo'lsa-mu hech qisi yo'q, bo'laverdi. Biroq muddatsiz deb olsangiz bo'lmaydi. Kiyim ham shundaq. Agar 1 yil ichida kiyimigidek bo'lsangiz, tashib o'tishni o'ylashib baksangiz bo'ladi. Bo'lmasa shkafda o'rin egallab turg'un turgan. Bo'libmi qishlik kiyimlar. Yo'q, chaponlik bek o'rin egallaydigini. Endi bu kiyimlarni tashib etgangiz kelmasa, setib etsangiz bo'ladi yoki ya'ni qilib etsangiz bo'ladi yoki menga o'xshash uydagi fikrlaringizga setib etsangiz bo'ladi. Avlod kiyim. Jun kiyimdan birga qo'ying. Amaliyotda ba'zi narsalarni tashlab etsam, ziyoda ketgudak desangiz, bay degandek endi iyoni qilib etsangiz bo'ldi. Prinsip jihatdan uyingizdan joylashtirib etsangiz ham bo'ldi deganlik. Ba'zilar zodi tashib etishatmi, yig'ishtirib qo'ysam bo'lmamdi. Shkaflarga tiqib etsamchi, karvat ostiga ambar qo'yib qo'ysamchi, zodi tashib etmasak bo'lmamdi deb so'rash mumkin. Ixchamparvarlikning eng chong dushmani dal yig'ishtirish. Bir narsani yig'ishtirib etsangiz, haqiqatan damallik ko'zdan yo'q bo'ladi. Shuninglik bilan buni keraksiz narsani tashib etish fursatingizmi yo'q bo'ladi. Uyingizda bir bo'shliqni egallab turg'un turgan. Yana kelib uni qayta ishiltib bakmaysiz. Nega qo'yganingizni unutib ketasiz. Shunga deyman, bu qilmish bo'lsa axlatga yopib qo'yib, ko'zimga ko'rinmasa, burnimga purmas mayli deganli bir ish. Bunday qilishning turmushingizni ratlash uchun hech bir ahamiyati yo'q. O'ylab beqing, ma'yatdan ixchamparvar bo'lish uchun faqat birla tanlash yo'li bor. Ya'ni tashlash. Yig'ishtirishning oldingi shartimi tashlash. Tashlamay turib yig'ishtirib olmaydi. Bo'lmasa yig'ishtirish emas, yig'ib saqlash bo'lib qoladi. Atalmış shu yig'ishtirish choralari bor. Jajing deymiz, showna qiladiganlar deymiz, maxsus shownashanglar va buningga shu pul ketadi, vaqt ketadi. Nurg'unlar uyimni yig'ishtirman deb har xil sanduqlarni setib oladi. Natijada egallaydigan o'rni yana shu. Uyingizni ratligirak qilib olgan bilan hamma bo'lingda sanduq to'shdi. Ularni tashlay deb tashlayolmaysiz. Hamma narsani bir sanduqqa tiqib olsangiz, qaysi narsani tashlash kerakligini ayirolmaysiz. Gap texnikani yo'q. Hamma narsalar ichida tashlash eng qiyin bir turlik narsalar bor. Xotirlash ahamiyatiga ega narsalar. Masalan, burun birining bergan sovg'ati, sizga yozgan xati, yo'llagan attirtkisi degandek. Bu narsalar qanchalik o'rinni egallamoqchi deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda o'rinni eng egallaydigan sovg'atlar.
Bundaq narsalarni olib chiqib tashib o'tay desangiz, gunoh tuyg'usi his qilasiz. Amaliyotda undaq bo'lishining hojati yo'q. Ancha bak ikkilanmayli tashib etsangiz bo'laverdi. Sözümge işinki siz haqqı qaytırgan soğumu baribir shundaq oqibat qiladi. Acaba haqdan 5 yil burun sovuq qilgan narsamni ishilib o'tamsan deb so'ramsiz. Rost gapni buni qilib o'tdim. Hargiz so'ramaysiz. Faqat siz qilgan sovuqni qarshi tarafning burildi tashib etganligiga ishonsangizlar kifoya. Shundala sizmo boshqalarning lozim qilingan sovuqni joylashtirib olasiz. Shunlashqa meningki mushu qarshimdimi boshqalarga bir narsa sovuq qilishdan mushu iste'mol buyumi sovuq qilish hammadan to'g'ri usul deb qarayman. Masalan, mushu badanmiyi, girim buyumi, labsuruq deganlar, ettir deganlar. Şuna sovuq qilsak, hargizmi 10-20 yillab o'z petini buzmay turadigan narsalarni emas, amaliy ishlatiladigan narsalarni sovuqlaydi. Biroq siz shunday o'ylashingiz mumkin. Men mushu 20 yil, 30 yil saqlag'il bo'lgan narsani sovuq qilsam, andan ahamiyatli bo'lar deb o'ylashingiz mumkin. Bilingki, sovuqligingiz qo'ldan chiqqan chaqda ahamiyatli. Sizning ko'nglingiz, maqsadingiz shu vaqtda tegilib bo'ladi. Uningdan keyin bo'lsa, ancha cho'ng ahamiyat qolmaydi. Mana tuzuk bizim sovuq qildim. Menimcha hozir xumbol atgan baqa. Deyishman. Mana bildigan gap. Pul aşağı, hammaning jajisi pul. Kim men pulni unda bek yaxshi ko'rib ketmayman. Pul sovuq qilishni o'zimmi pul sovuq qilmayman odatda. Faqat bir taraf qilolmasam, mushunlar tugisini deb sovuq qo'yim bo'lmasa, bir narsa olib berishni yaxshi ko'raman. Ishqilib mayli pul olamdi yoki boshqa narsa olamdi, darhol ishlatadigan qimmatbaho narsa bo'lsa bo'ldi. Zodi ahamiyatli narsa izlab yurishning mencha bo'lsa ahamiyat yo'q. Bu sovg'amni manguga saqlaysan deb bersak, bu haqqi sovg'at emas, yuk bo'lib qoladi. Shunga boshqalarning bergan sovg'atinimi tashlug'idek bo'lsa tashlayverang. Uyda bir ko'la bor degina. Biron bir xizmatdishimiz bor desam bilsa. Bavga deb. Bu xizmatdishimiz buni ustiga meni ismimni yozib sovuq qilgan. Bu hozir hisobda 5 yil bo'ldi. Chiqtaldi. Endi ko'cha yo'q ketib bo'ldi, lekin bir kokok, bir ikkita ko'la bor, ikkita ko'lani ashta. Qo'yib qo'yaqlar. Hozirgacha uyda bor. Hiç bakmadım, hiç bakmadım bunu. Ba'zilar o'z uchun ahamiyatli deb qaragan narsalarni ishlatib qiya olmaydi ekan. Agar sizmi shunday odam bo'lsangiz, suratga yoki sinig'i tortib saqlab oling. Shu xil hissiyotni xotir qoldirib olsangiz bo'ldi. Hissiyot aslida shaklsiz narsa. Garchi ma'lum narsani vasitq qilmasmi, jazman shu narsa bilan teng mavjud bo'lishni talab qilmaydi. Qandaq bo'lmasin, ahamiyatli deb qaragan narsangizni bayqidek qayta ochilmaydigan sanduqqa qashlab qo'yganingizdan yaxshi. Xo'p, gap mushuga kelganda yana ko'pchilikka eskartib qo'ymoqchi bo'lganim, bayatdan narsa tashlash haqida xili paran qildik. Balkim kichik narsalarni da'vatadigan deb qaraysiz. Undaq emas. Tashlashni cho'ng narsadan boshlaymiz. Cho'ng narsalarni tashib o'tish kerakmi yo'q degandimi, bakrak o'ylash kerak. Masalan, sopa, ustal, gilam degandek. Ustal ishlatganingiz bo'lsa, men shu amal bor qatlandigan. Har vaqt yig'ib qo'ya olasiz. Shundaq cho'ng narsalarni joylab o'ta olasiz damallikqa. Uyingizda xili cho'ng yer bekor bo'ladi. Azade hem ratilişidir. Ben akbaşdan uyuyu bağlan. Kök sepede iş. Cozum yok. Safam yok. Dost kanalım selamlar. Şimdi alalım. Çazak bulup oturup. Ya ne o yetip otar ol demezsin ha. Lekin yana bunu da. Yani bir xil narsalarni ko'pchilik o'zi xolab tashlamaydi. Lekin amal bor balduroq tashib etgan yaxshi. Masalan, kitob. Kitob aslida bir uchur vositasi. Hozir yanfundimi kitob ko'riladi. Shunga uyingizni kitap to'ldirib olishingizning hojati yo'q. Bu kitap sizga bek muhim bo'lsa, har vaqt ko'rib turgan bo'lsangiz, uning ishi boshqa. Aksi bo'lsa, tashib o'ting. Uyda kitap jazisi olsun. Bunu şu film ta'timan desan, olib qolsam bo'ladi. Bo'lmasa, o kitobni varaqlab baqmasam, mencha ahamiyat yo'q. Yaxshi. Amaliyotda bayatdan deb o'tgandek, shu narsa kerakni tashlash to'g'risida tushdik emasmi? Amaliyotdan mencha bo'lsa, narsa kerakni tashlashning o'zi hozirgidek uchur degandan bombadek yig'ayotgan davrda uchurlarni sal-pal azaytishning bir usuli deb qarayman. Chunki masalan, hammamizda hozir biz ta'tmini açsak bir xil 10 necha xil chungdenchilar bo'lishi mumkin. Saqlag'ishning, burunqi telefonlarning, burunq Android telefonlarning, u yanchiq mashinaning bu deb sen ta'tmidan birini ochding. Bir burunqi bir sana shundan muhim bir narsaniki to'qchonliqlanmay qolding. Ta'tmini ochding. Chungdenchilarning hammani bir bilib sep baqding. Bu tushmidi bu. Shuning bilan sen esingda qoladi. Yo'q, men bu hamma narsani saqlaydi. Men mushundan keyin chuqum topaman deb ta'tmini aqturding. Sapani berib izdaysan. Sapani berib izlayotding. Sapani aqtirib bir narsa uchrab qoldi.
bu balkim bir urug' tuqqaningning rasmi yoki cho'ngdorligingning rasmi deysiz. U yerda taraqqida u o'yinchiqdan eslimi ketsa, apla rahmatli cho'ngdadan mandat deb ayar boshqa bir kayfiyat hosil bo'ldi. Uning keyin sen bo'ldim men bu unutib ketay bo'ldi deb bayatdan xo'shal kayfiyatni besqib turib, sapaniz deb boshqa yerga chiqsa, o bir nega chiqsa, o bir nega izdiqil chiqsa, masalan, tiqib qo'ygan burunqi muhabbatingning bir narsa tarasida uchrab qilish mumkin. Shuning bilan yana shu arzimas o'tib ketgan munosabatlar u bo'lani o'ylab, masalan, hozir turmushim bilan selishtirib, apla bilan manda shirin aslimalar vatdi deb, shirin aslimalar bulabmi shu muhabbatda shu tasdida o'ylaydigan, masalan, burunqi muhabbatni o'ylasa, eng mexav xomillar, eng go'zal xomillar ham keldi degan. Hergiz u nachar xomillar kelib qolmaydi. Voy, u meni tashvat, manda tashvatganda degan eng oxir ko'rinish kelmaydi. Ashundan bo'lgan eng pezimlar, xo'shal xuram kunlar paydo bo'ldi degan. Shuning keyin ham tarasida duybi bo'ldi. Kallanga hozirqi xo'shal emas narsa kelib ham kayfiyating yana buzildi. O bir nedan chiqding bo'ldi. Boshqa yana shu fang tarafdan izdayatsa, tatmani ichib aqtirayotsa, sen bayatdan buyurgan vermay keladi bu yerda ishik chiqib. Sen qattiq kirishib qolding buningga, shundan keyin tepishqa. Kirishib qolding, shuning bilan sen masalan jo'nayotgan yoki qattiq aldirash bo'lgan ayolingga buyursa, aytuvding, vermay kelib ishni aytuvding, u bo'ldi. Uning keyin men aldirash tursam, men deb siz chiqmaysiz, u bo'ldi. U yerda sen voy men bak muhim ish qilyaptimi, siz chiqing deysan. Lekin amaliyotda qarshi tarafning nazarizda sen bu nas aqtiryapsan ham xolos, bu azmaydigan cho'ngdaychi. Lekin sen bir muncha kayfiyatlarni o'tkazib qo'yib, buvangninki, buvonqi qiz do'stingning narsalari hammasi yukilinib sana taqdan yo'g'an bir ishni hal qilyapsan degan ayada. Shuning bilan bu vermay ishni ochmaydi, sizlar takallishsizlar bir jidal paydo bo'ladi. Demak, buni nima demoqchi deganda, o'shq tushk ortiq narsalar, kayfiyat jihatdan nurg'un ichki xo'rashni paydo qiladi. Masalan, bu kayfiyatninki yoki bir ufqumninki qanchalik shu virusdek ekanligiga balkim ishonmasligim mumkin. Masalan, hozirlar men shu ekran qarab, pulni o'ylamanglarmi do'stlar desam, hozir men da'vatgan butun gapim qulqinlarga tushmaydi. Sizlarning kallanglar pulda qoldi-ku. Ma'ningdan burun so'zlagan narsalarmi yo'qolib ketdi. Sizlar bir pulni yoki bo'lsa pul bilan chivinning hikoyasini, chivinning chumelning hikoyalari kallanglar kiryapti. Demak, bu ufqum, o'y xiyol degan virusdek narsa-ku. Bu kayfiyatlar boshdan oxiri edenning kayfiyati ta'sir qilib turdi. Masalan, hozircha pulni o'ylayapti bu haqda. Demak, nas keraklarni, amaliy uydagi narsalarni, atrofdagi nas keraklarni tashlash bu yerda hargiz isrofxo'rlik yoki bu qilganlik emas, balkim ma'lum bir jihatdan o'zimizning kayfiyatni, o'zimizning uchurg'i bo'lgan sezgirlikni sal-pal xomishlash. Uchurg'i bo'lgan sezgirligimiz qancha xomish bo'lsa, biz shuncha oddiy yashay olamiz, shuncha xo'shal xuramlikqa shuncha oddiy erisha olamiz. Bugun ko'pchilikka tashlash haqida so'zlab berdim. Ko'pchilikning ixchamparvarlardan bo'lishga tayyorlik tutdimi yo'q bilmadim. Bu sizning turmush patqig'idan qutulishdagi tunji qadamingiz bo'lg'isi. Albatta, hamishda aldirashning o'rni yo'q. Chunki bu bir xil odat, asta-asta yetildirish kerak. Tashlash garchi bir harakatlar bo'lsa-mu, o'z navbatida yana bir xil hayotlik pozitsiyasi. Turmushni ratlashning jarayoni. Bu xil ratlash orqali biz uchun eng muhim narsalarni texmi tez, texmi ro'shan topa olamiz. Vaqtimiz ham zehnimizni biz uchun haqiqiy foydali narsalarga, bizga muhim kishilarga qata olamiz. Shularni texmi qadrlay olamiz. Mana bu ayrilish. Tanishali deb qo'yamiz bu. Ayrilish deganmi tashlash jarayoni. Biroq tegitakdan aytganda turmushimiz o'zimizning ilkida. Qandaq bo'lsa rahat his qilsak, shundoq o'tkazsak yomon yo'q. Men faqat ko'pchilikka hayotni texmi ro'shan, texmi aniq qiladigan, ichki xo'rashni azaytiradigan shundoq bir ehtimollikni tunishtirdim. Agar sizmi turmushni shundoq yaxshi ko'rsangiz, tashlashga tayyorlik ko'rib qo'ying. Qandaq tanlash chiqarishingiz, tashlash yoki tashlmasligingiz o'zingizga bog'liq. Ish qilib, lozim bo'lsa, yengini ola olasiz. Konus yo'q bo'lmasa, yengis kelmas deb ekan. Kelama. Keldi. Ish qilib baydagandek endi mushu pul tepishdimi, yana mushu tashlash to'g'risida bir nazariya bor. Pulni tashlagandan keyin andan pul tepildi deydigan. Bu tashlash amaliyotda shu xajlash. Xajlashni o'rgangandan keyin andan pulning qanday topadiganligini bilgildi deydigan. Balkim buni keyingi filmlarimizda so'zlashimiz mumkin. Bu bizningki shu har xil temalarda so'zlanadigan yangi nomerimiz.
Akbaş so'zlaydi, Shimu anglaydi. Bizga tenzam berib qo'ysanglar, jonfa qilib qo'ysanglar, shovsan qilib qo'ysanglar, do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'ysanglar, bu bizga nihoyat cho'ng foydasi bor. Hamsi biz kelarki santa ko'rishaylik. Xayr xo'sh.